Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Havo sovuq, qor, shamol. Biz hali ham ishdamiz. Soat 22:00. Sizlarga bitta narsa ko'rsatmoqchiman. Bu sigirimizga 2025-yilda sun'iy urug'lantirish yo'li bilan Amerikadan olib kelingan shvit zotli urug' bilan urug'lantirganmiz. Mana buzog'imiz tug'ildi. Ko'rib turganlaringdek birga bir o'xshash. Juda ham chiroyli tug'ildi. Oyoqlari uzun, juda ham sifatli buzoq tug'ildi. Endi shvit zotining afzalliklari. Shvit zoti bizning sharoitga, issiqqa va sovuqqa juda chidamli hisoblanadi. Bundan tashqari, tuyoq kasalligi va har xil kasalliklarda chidamli zot hisoblanadi. Hozir bu sigirimizda yana kuyga keldi. Chexiyadan olib kelingan limuzin zotli urug'imizni qo'yib berdik. Bir akamiz meni kommentariyamga savol yo'llabdi. Buzoqlarga ko'p sut berib bo'lmaydi. O'sishdan orqada qoladi, kichkina bo'lib semirib ketadi debdi. Yo'q, bu fikr noto'g'ri. Buzoq kunlik me'yordagi sutni iste'mol qilish kerak. Agar kunlik me'yordagi sutni iste'mol qilmasa, buzoqlarda quyidagi hodisalar yuz beradi. O'sishdan orqada qoladi, immuniteti tanqis bo'ladi va immunitet past bo'lgan buzoqlarda turli xil yuqumli va yuqumsiz kasalliklar rivojlanadi. Buzoqlarga kunlik sut berish ratsionini videoning oxirida qoldirib ketamiz. Videoga like bosing va bizga obuna bo'lib qo'ying.